O'tgan dars biz bir a'zolikni o'tib ketgandik. U bir a'zolikda faqatli ko'paytirilganda harflarni orasida darajalari chiqarilgan ifodani atatdik. Endi ko'p a'zolik deb shu bir necha bir a'zolikning qo'shimchasini yoki ayrimini ataymiz. Vaqtida bir necha bir a'zolikning algebralik qo'shimchasini biz ko'p a'zolik deb ataymiz. Ko'p a'zolikni tashkil qilgan bir a'zoliklar ko'p a'zolikning a'zolari deb ataldi. Birinchi a'zosi, ikkinchi, uchinchi qo'shilg'uvchilari a'zolari deb ataldi. Masalan, bu yerda 1, 2, 3 qo'shilg'uvchi bo'lg'achqa biz buni 3 a'zolik deb ataymiz. Agar masalan 16 bo'lmagan bo'lsa, u chog'da biz mush ifodani 2 a'zolik deb atatdik. O'shandami qanchalik qo'shilg'uvchi bo'lsa, shuncha a'zolik bo'ldi. 1 a'zolik, 2 a'zolik, 3 a'zolik, 5 a'zolik deb ketaverdi. Endi ko'p a'zolikning standartlik turini keltirish uchun biz o'xshash qo'shilg'uvchilarni tepishimiz kerak. O'xshash qo'shilg'uvchi deb harflar o'xshaydigan, faqat oldi turgan koeffitsentlari har xil sonlarni ataymiz. Masalan, bizda bu yerda a kvadrat bo'yidan 3 ta bor. Demak, biz bularni o'zaro qo'shib olmaymiz. Это как будто bizlarning stolning ustida kitoblar bor, daftarlar bor. Qancha tal daftar bor desam, sizlar mana только daftar sonini sanaysizlar, durustmi? Qancha tal kitob bor desam, kitob sonini sanaysizlar. Qancha tal chipsi bor desam, chipsini sanaysizlar deganda. Ya'ni shunday bu yerda o'xshash qo'shilg'uvchilar следующийlar bor. Masalan, BC deydi, ya'ni BC degan ma'no bor. Bularni тоже o'zaro shig'alaymiz. AC degan boshqa yo'qki, u bir talliki. Demak, u просто uni ko'chirib yozamiz. Boshqa nuqta yig'sak, nemcha bizda a kvadrat bo'ylarni yig'ib oldik, BClarni bir tirnoqni yig'ib oldik, yolg'iz qolgan AC qoldi. Bu yerda jihatda qilganimiz bunday qilamiz. Почему-то biz buni qo'shganda faqat koeffitsentlarni qo'shib elish kerak deganini unutganmiz. Ve a kvadrat bo'ylarni qo'shib mayda a darajasi 6 bo'y ko'p deyish degan xato. Biz bu yerda buni a kvadrat bo'yni tirnoq teshib chiqarib olsak, koeffitsentlarimiz qoldi -3, +7, +5. Vaqtida ashlarni qo'shib etdik, -3 ga 7 ni qo'shsanglar 4, 4 ga 5 ni qo'shib etsangiz 9 chiqadi. 5 dan 9 ni yozsanglar -4, поэтому -4 BC va -6 AC qoldi. Mana mushu bizning qilgan amalni biz ko'p a'zolikni standartlik turiga keltirish deb ataymiz. Endi mushu standartlik turida yozilgan ko'p a'zolikning darajasini aniqlash uchun biz mushu ko'p a'zoliklarga qaraymiz. Bu bir necha bir a'zolikning qo'shimchasi bu. Qaysi bir a'zolikning darajasi eng yuqori bo'lsa, shu demak bizda nima bo'ldi? Mushu ko'p a'zolikning darajasi bo'ldi. Masalan, a kvadrat bo'yida darajalari 2 ga 1 ni qo'shib etsanglar, mayda 3 a'zolik ekan. Dальше bu yerda 4 BC mayda 1 bo'lganda ikkinchi daraja kelmaydi, mayda ikkinchi. Shu yoqda eng cho'ng daraja 3 bo'lganda berilgan ko'p a'zolikning darajasi 3 deymiz. Anlatamdi. Anlatsa plus qo'yinglar. Davomlashtiraylik. Hisoblar qildik. Endi bir a'zolikni ko'p a'zolik turida yozinglar dedi. Bu yerda ko'rdinglarmi? Masalan, 5 dan 19 k darajasi 4 -6,3 k kub va k deb 3 ta bo'lak-bo'lak turgan bir a'zoliklar berilgan ekan. Ularni ko'p a'zolikni yozish uchun masalan bunday yozsanglar bo'ldi. 5 dan 19 k darajasi 4 qo'shimiz minusni qo'shganda plus minus bo'ldi 6,3 k'ning kubi va masalan minus k deb qo'ysam bu bizda 1, 2, 3 a'zodan turdi. Shu vaqt biz buni 3 a'zolik deb ataymiz. Yoki bo'lmasa ko'p a'zolik deydi. Можно, например, minus 6,3 k kubni qo'yib, unga k ni qo'shib etsanglar, u vaqtida bu bizda 2 a'zolik bo'ldi. 2 a'zodan turgan ekan, 2 a'zolik bo'ldi. Yoki bo'lmasa 5 dan 19 k darajasi 4 ga k ni qo'shsanglar bo'ldi, alsanglar bo'ldi. В общем, plus yoki minuslarni qo'ysanglar, bir a'zoliklarning orasiga ular avtomatik ko'p a'zolik bo'lib ketadi.
Endiki hesapta o'xshash a'zolarni biriktiringlar deydi. Qaraytaylik, mayda bizda qani marker x kub y va x kub y bilan o'xshash. Sizlarda endi raznoцветный ручка bo'lmagan kishilar har xil palchika bilan siz qo'ysanglar bo'ldi. Masalan, ayn imaydimi ayn. O'xshash a'zolarni biriktiringlar degankin, давайте men bu yerda уже сразу hisoblab etaylik. 4dan только коэффициентlarni ham qaytarmaylar. Buni 4dan alsizlar, buni 7dan. 4dan 7ni yetsanglar qoldi minus 3 x kub y o'zgarishsiz qoldi. Buni yana x 6 y kvadrat demaymiz. Va 6 ayndan 2 aynni yetsanglar 6 tal daftar bor, 2 tal yettinglar degandek-ku. 6dan 2ni yetsanglar 4, 4dan 0,1ni yetsanglar 3,10 ayn. Shu esa bitti. Mana biz o'xshash qo'shiluvchilarni yig'ib oldik. Ko'p a'zolarni standartlik turga keltirib, darajasini aniqlanglar deydi. Bu yerda nima qilmoqchi? Plyuslarni ko'rvatmay yaxshi. O'xshash qo'shiluvchilarni ko'rsataylik. K deydi. Masalan, 52K. Bunlarning K только biroq darajasi boshqa ma'lumotlarni o'xshash demayman. И вот K baka. Katta xudolishi yana K darajasi 4 и 18K darajasi 4 o'xshash. Aslida maktabda bunday inaqda yozamiz. Qarang, altıma yezitay. Tirnoq ichida minus 52K minus K deb mana bir yig'ib oldik. Plus yana o'xshash qo'shiluvchilarda K darajasi 4 elingan 18K darajasi 4 plus 52. Keyin bunday deysizlar. K o'xshash bo'lgankin, sizlar K'ni tirnoq teshib chiqarib etsizlarda bunday yozinglar. Minus 52 minus 1 mümkün ama K, я хочу показать, что K'dan K'nagan 0 bo'lmaydi bu yerda. K yo'qqa ketmaydi. K o'z bo'yicha qoldi. Va mayda K darajasi 4ni chiqarib etsak, K darajasi 4ning oldida hech kim yo'q degan koeffitsiyentimiz bu yerda ko'rilmaydigan birimiz bor. 1 elingan 18 K darajasi 4 plus 52 ni aldirmay yezib chiqdim. Endi minus 52 minus 1 bo'ldi. Minus 53 K. 1dan 18ni alsanglar, o minus 17 K darajasi 4 plus 52. Bo'ldi. Buni K'dan, buni K darajasi 4ni azaytishga bo'lmaydi. Sababi ular o'xshash emas. Va shu ko'p a'zolar bizda 1 2 3 qo'shilg'i bo'lgan bu 3 a'zoligimizda darajasini aniqlash uchun qaraymiz. Mayda K tursa, buni darajasi 1 ga. K darajasi 4, mayda darajasi 4, mayda harfi yo'q. Значит, bu yerda nima bu K darajasi 0 deb qo'ysam, любой sanning нулевой darajasi 1 bu. Shu vaqtda buni darajasi 0 ga. Eng yuqori darajasi 4 bo'lgan ekan, bizning общий ko'p a'zoligimizning darajasi 4 bo'ldi. Ko'p a'zolikning ma'nosini topolmadik. Так, bu yerda, ну давайте как обычно, да? O'xshash qo'shiluvchilar mana B darajasi 5, B darajasi 5. Keyin B'ning bir tanligi sonlar bor. 99,10dan 1 va mono и mono minus 100. Yaman нехорошие sonlar berilibdi. Ладно, berilgan. Chiqaraylik. Qana chiqaramiz bu yerda? Давайте bunday цвет bilan chiqaraylik. Teng mayda B darajasi 5 ni tirnoq teshig'i chiqarib olsak, ana o'sha bunday B5 ni teshig'i chiqarib olsam bo'ldi. Biroq bizda bu san harfni oldida birinchi ma'noga minus 17dan 11 B darajasi 5 plus nima dedik? B darajasi 5 deganki, bu yerda ko'rmaydigan bir bor, qo'shilgan 1 B darajasi 5 ni tirnoq teshig'i evatdik. Plus mayda bir sonimizda просто B harfi bor ekan. Bu yolg'iz. Buning boshqa hech bir nimasi do'sti yo'q ekan. Shuning uchun 13dan 8 B ni ko'chirib yozamiz. Endi mayda 99,10dan 1. Давайте сначала мы 100 ni yetaylik, потому что elish o'ng'ayda. 100dan 99,10dan 1 ni alsanglar 0,9 minus bilan buni biz minus 10dan 9 и minus 13dan 5 deb yozib qo'yibdi пока что. Qaytarishmaganmi? Так, endi mayda minus 17dan 11 ga 1 ni qo'shganda mahrajda 17 keldi. 17 ni 11 ni yetsanglar 6 bo'ldi.
17'den 6, B derecesi 5. Qo'shilgan 13'ten 8, B. Minus, endi bu yerda minus turganda qarzlar ular to'g'ri o'sidi. Kasr turganda mahrajini keltiramiz. 10 ve 13 o'zaro oddiy son, ularning общий bo'linadigan son bo'lmagan shqa только. Biz 10 ni 13 ga ko'paytirib etsak, mahraji 130 bo'ldi. Shu vaqtida bu yerga 13 keldi ve bu yerga 10 keldi. Hesaplaylik. Yani 9 ni 13 ga ko'paytsanglar. 9 ni 10 ga ko'paytsak 90, еще 27, 117. Ve degandan keyin plus qo'yib turib, потому что minusni общий chiqaryapti. 50. Bo'ldi. Chiqarmadik deganni biz просто ko'chirib yozamiz. 17'den 6 B derecesi 5. А то unutqamak keyin axirda bir yez qo'shib bo'lmaydi. Все вовремя yozilishi kerak va o'rniga yozildi. 13'den 8 B elingan 130'dan 117 alifni qo'shsanglar 167 bo'ladi. Endi B'ning o'rniga minus 1 yoziladi. Qaranglar. Давайте ismimizni silib ketaylik. Agar bizda salbiy sonning darajasi n va shu darajamiz n jup bo'lsa, u chog'da n jup bo'lgandan minusning ichida parisi chiqibdi, поэтому minus 1 plus 1 bo'ldi. Agar bizning n'imiz taq son bo'lsa, то есть bir son minus saqlanib qoldi 5 bari. Shuning uchun bu yerda minus chiqdi. Tattoq, bu просто minus 1 ning masalan kvadrati, chiqdi minusni ko'paytsanglar plus 1. Minus 1 ning kuplsanglar это minus minus minus, 2 minus plus berdi, biroq 1 minus parisiz qoldi. Shuning uchun u minus deb saqlandi. Вот. Endi men B darajasi 5 ga minus 1 ni qo'shaman. Darajasi taq bo'lgan keyin minus chiqdi ekan. Bo'ldi minus 17'den 6. Minus yozmabdiman. Elingan sразу B ning o'rniga minus 1 ni yozsak, minus 13'den 8 ve minus 130'dan 167. Buni endi men chiqarmayman, sizlar umumiy mahrajni keltirib, palanchi 11.11 ning hisobi javobi bunday deb yozib qo'ygan keyin selishtiramiz. Ko'p a'zolikning bir a'zolikdagi darajalarning o'z surati bilan joylashtiriladi. Endi bu yerda darajasi eng kichigidan boshlab darajasi eng yuqori bo'lganimizniki. Bu yerda birinchisining darajasi 6 durustmi? Birinchi a'zolik. Ikkinchisining darajasi 8. Buni yaxshi yozmay qoldik. Sizlar, menda 6 edi, menda 8. Menda B darajasi 1 bo'lganki 1, B kvadrat bo'lganki oxirgi a'zoning darajasi 2. O'zi surati bilan yozilganki eng kichigi bizda buni bo'ladi-da, minus 10 B. Потом 2 deganimiz это значит B ning kvadrati. Keyin 6-chi darajalik bizda 4.10'dan 8 B darajasi 6 belki, oxirgisi B darajasi 8. Biz o'z surati bilan yozib oldik. Kemish degan bo'lsa, naоборот. Bundan boshlab B8, B6, B kvadrat, B deb yozdik. Xudoshi ko'p a'zolarning ma'nolarini selishtiringlar deydi. Men sal chopishqabdi ularni. 5'da, конечно, hisoblab olishimiz kerak. Qarang, buni hisoblab olaylik 5'da. 3'dan 1 A darajasi 10 elingan, сразу men подчеркну, A darajasi 10 degan o'xshash a'zolarimizni. Mahrajlari o'xshash bo'lganki, давайте men сразу o'ydil chiqaray. 1'dan 2 ni yozsam minus 1 qoldi. Minus 3'dan 1 A darajasida 10. Bu standartlik turida bo'lmagan, biz qo'shib oldik. Demak, hozir standartlik turga keltiryapmiz. 7'dan 2 A darajasida 7. Endi A ning o'rniga minus 1 yoziladi dedi. Bo'ldi, minus 3'dan 1. Minus 1 darajasida 10 plus 7'dan 2 minus 1 darajasida 7. Endi hozir aytib ketdik-da, salbiy sonning darajasi jup bo'lsa, minus ketib qoldi. Shu vaqtida minus 1 darajasi 10 просто 1 chiqdi. 1 ni minus 3'dan 1 ko'paytganda qoldi minus 3'dan 1. A вот menda minus 1 ning 7 darajasi bizga minus 1 ni berdi.
Onu 7'den 2 köpeytirsem oldu. Minus 7'den 2. Minus minus diyelim ki minus sakın prosta qo'shib kesirlerini umumiy mahrajı bir yer опять 21 ke köpeytimiz. Значит, bir yerde. Birinchisini 7'ge, ikincisini 3'ge. Minus 7'den minus 6 oldu. Minus 13. Birinci sanmışda çıktı. Birinci köp azalığımız. Endi ikincisini qarashtiraylik. Men bir deb yozib qo'yay. İkincisini chaplashtiraay. İkincisi 7'den 6 A derece 9. 7'den 2 A derece 9. Опять o'xshash bo'lg'ash bularni. Evitmiz. Mahrajlar o'xshash bo'lganki 6'dan 2'ni yazsam sразу 4. 7'den 4. A derece 9 saqlanib qoldi. Minus A derece 8. Hesaplayıp A'nın o'rni abekindeki şu 1'ni qo'ymizga minus 1'ni kechirsizlar. Minus 1 derecede 9 elingan minus 1'ning derecesi 8. Minusning taq derecesi minus saqlanib qoldi dedik. Minus 7'den 4. Minus 1'ning jub derecesi plus bo'ldi. Biroq oldida minus bor, поэтому minus saqlanib qoldi. Родной mahrajini 7 bilsanglar, menga 7 keldi. Minus 4 и minus 7 bo'ldi. Minus 11. Endi selishtirishimiz kerak. Biz bunday chiqsam bor. Boshqa bir yuz qo'yay, men bir kechirishlar patmadi. Birinchisida chiqdi minus 21'den 13, ikincisida chiqdi minus minus 7'den 11. Kesirlarni selishtirish uchun ularni ya umumiy mahraji keltirishimiz kerak, yoki bo'lmasa surati keltirishimiz kerak. Но surati nima uchun удобно? Поэтому 21 7 o'xshash qilish uchun давайте ikkinchi kasrni surati bilan mahrajini 3 ga ko'paytirib yetaylik. Shu ikkinchi kasrimiz bo'ldi minus 21'den 33. Endi qaysi sanjiq? Minus 21'den 13 mi? Minus 21'den 33 mi? Agar sonlarimiz ijobiy bo'lgan bo'lsa, конечно, surati qanchalik jiq bo'lsa, kasr shunchalik jiq bo'ldi. Biroq salbiy bo'lganda naborot, bizni sonliq o'qimizda mayda 0 bo'lsa, mayda minus 1, mayda masalan minus 2, 0 dan jiroqroq, поэтому minus 2, minus 1 dan oz deymiz. Bu yerda minus 21'den 33 получается bo'ldi kichik minus 21'den 13'dan. Bo'ldi, shuning bilan ko'p a'zolik va uni degan mavzumiz bugungi bitdi. Sog'lig'inglar bo'lsa yezib qo'yinglar. Rahmat bo'linglar.